Imkon fuqarolik jamiyatini rivojlantirish va inson taraqqiyoti markazi. Sayfiddin va Jamila Bahridinovna, Samarqand viloyati Oqil ayollar harakati yetakchisi, Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, Chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti xotin-qizlar maslahat kengashi raisi, rektor maslahatchisi, tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati, O'zbekiston Liberal demokratik partiyasi Samarqand viloyat kengashi raisining ayollar masalalari bo'yicha o'rinbosari. Jamila Badriddinova, xush kelibsiz bugungi suhbatimizga. Bugun biz aynan o'sha ayollarga nisbatan umuman jamiyatdagi tazyiq va zo'ravonlik masalasi bo'yicha siz bilan bir suhbatlashamiz. Sizning tasavvuringizda tazyiq va zo'ravonlik o'zi nima? Juda yaxshi mavzuni ko'tardingiz. Darhaqiqat zo'ravonlik, tazyiq masalalari bugungi kunda nafaqat bizning jamiyatimizda, butun dunyo miqyosida dolzarb bir muammoga aylanib qoldi desak to'g'ri bo'ladi. Lekin bir narsaga alohida urg'u berishimiz kerak va afsus qilishimiz kerakki, hozirgi kunda mana shu tazyiq, zo'ravonlikni oldini olish borasida juda katta ishlar amalga oshirildi. Eng birinchi navbatda mana shu tazyiq va zo'ravonlikni oldini olish, unga qarshi kurashish bo'yicha uni huquqiy asoslar yaratildi-da. Mana bir e'tibor beraylik. 2019-yil 2-sentyabr kuni bir kunda ikkita qonun qabul qilindi. Bu O'zbekiston Respublikasida xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo'ravonlikni ga qarshi kurash va uni oldini olish bo'yicha va albatta erkaklar va xotin-qizlar o'rtasidagi ijtimoiy tenglik, ya'ni gender tengligi masalalari bo'yicha qonunlar bir kunda qabul qilindi-yu, mana juda katta targ'ibot, tashviqot ishlari amalga oshirildi. Shunga qaramasdan mana shu tazyiq va zo'ravonliklar uchrab turibdi. Bundan nimadan bir xulosa qilamizki, demak, mana shunday muammo bor ekan, mana shunday muammoni oldini olish kerak ekan, unga qarshi kurash ekan, haqiqatan ham mana shu qonunlarni qabul qilinganligi bir ayni muddao bo'ldi desak to'g'ri bo'ladi. Endi biz tazyiq va zo'ravonlik to'g'risida gapirar ekanmiz, uni turli ko'rinishlari bor. Masalan, ruhiy zo'ravonlik, tazyiq, muayyan bir ayolga nisbatan bo'ladimi, yosh bolalarga nisbatan bo'ladimi, kimga bo'lishidan qat'iy nazar, albatta mana shu ruhiy zo'ravonlik, iqtisodiy bir tazyiq va zo'ravonlik o'tkazish, jismoniy zo'ravonlik. Endi ming afsuslar bo'lsinki, hattoki jinsiy zo'ravonlik holatlari ham uchrab turibdi. Bu jamiyatimizda endi umuman bir illat desak, bu umuman bir sodir etilishi mumkin bo'lmagan holatlar yuzaga kelib turibdi-da. Ayniqsa mana shu voyaga yetmagan farzandlarga nisbatan, qizlarga nisbatan mana shunday holatlar uchrab turibdi. Endi bu aynan shu ayollarga nisbatan bo'layotgan zo'ravonliklar jamiyatda qanday salbiy oqibatlarni olib kelishi mumkin? Endi albatta har qanday zo'ravonlik, tazyiq ham o'z navbatida bu juda katta salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Agar buni oldi olinmasa, bu chuqurlashib, yanada bu katta bir juda katta muammolarni yuzaga keltirishi mumkin. Albatta biz xotin-qizlarga nisbatan shu zo'ravonlik, tazyiq deganda bu holatlarni eng birinchi navbatda jamiyatimizni birinchi bug'uni bo'lgan oila miqyosida ko'rishimiz, oila muhitida buni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, oilada shu erkakning ayolga nisbatan amalga oshiriladigan zo'ravonligi, uni zaifligini, uni albatta bir
bilim jihatdan yoki ma'lumot jihatdan bir kamchilikka yoki o'qimishli bo'lmaganligini nuqtai nazardan yoki biron bir kasb-korga ega bo'lmaganligi, biron bir hunari bo'lmaganligi nuqtai nazardan shu erkaklar tomonidan mensimaslik yoki ularni qandaydir bir kamsitish nuqtai nazardan shu zo'ravonliklar, shu tazyiqlarni ko'proq yuzaga kelganligini biz ko'ramizda. Shuning uchun eng birinchi navbatda shu oilada shu qiz bolalarni o'qitishga alohida e'tibor qaratmoqdamiz. Mana bugungi kunda shuni juda bir faxrlanib aytamizki, qizlarimizni shu ta'limiga bo'lgan nisbatan ta'limiga bo'lgan e'tibor juda yuqori darajada yoki uni shunday bir iboralar bilan aytamizki, davlat siyosati darajasigacha olib chiqildi. Masalan, muhtaram prezidentimizning shunday bir fikrlari borki, agar biz hatto kishi shunday murojaatlar qildilar. Mana bir juda katta bir tantanali yig'ilishda shunday bir fikrlarni aytdilarki, men ota-onalarga murojaat qilmoqchiman. Albatta qizlaringizni o'qitinglar. Agar biz oilada bir qizni o'qitadigan bo'lsak, bir oilani o'qitgan bo'lamiz. Agar bir oila o'qimishli bo'lsa, albatta bu jamiyat o'qimishli bo'ladi degan fikrlarni aytyaptilarki, buni zamirida shunday bir fikrlar borki, haqiqatdan ham o'qimishli ona vaqtida kelib o'sha o'qimishli qizimiz ona bo'lgan taqdirda albatta farzandini o'qitishga harakat qiladi. Masalan, buni tajribadan bilamiz. Mana qaysi bir o'qimishli ayolimiz bo'lsa, uni oilasida farzandlarini o'qishiga, uni ta'lim olishiga, mana oliy darajadagi o'sha bilimlarni olishga ko'proq undaydi, shart-sharoitlar yaratadi. Endi bir e'tibor bering, agar oila o'qimishli bo'lsa, bu jamiyatning birinchi bo'g'inida butun jamiyatni biz o'qitgan bo'lamiz degan shu bir falsafiy fikrlar yotibdi-da buni zamirida. Shuning uchun mana shu zo'ravonlik, tazyiq, mana shunday bir salbiy oqibatlarga olib kelishmasligi uchun eng birinchi navbatda qizlarimizni o'qitishimiz kerak. Qizlarimizga kasb hunar o'rgatishimiz kerak. Hali rahmatli qaynonam joylari jannatda bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Men turmushga chiqqanimda yangi kelinman, endi turmush o'rtog'im siz oilada hammasi yetarli, siz ishlamasangiz ham bo'ladi dedilar-da. Siz farzand tarbiyasi bilan shug'ullaning. Men universitetni juda muvaffaqiyatli tugatganman. Yuragimda shunchalik bir vatanga nisbatan xizmat qilish shunaqa bir kuchli bir maqsadi bor. Buni qanday qilib endi men ishlamas ekanman, o'sha pedagoglik faoliyatimni orzu qilganman, yoshlarga tarixni o'rgatay deganman, vatanparvarlik ruhida tarbiyalay degan shunaqa bir ulug' niyatlarim bor. Lekin men turmush o'rtog'im shu sharoitimiz yaxshi, bemalolgina uyda o'tirib farzandlaringizni tarbiyasi bilan band bo'ling deganda rahmatli qaynonam aytdilarki, yo'q. Er-xotin oilada qo'sh ho'kiz dedilar. Men avval dastlab bu qo'sh ho'kiz degan fikrning ma'nosini anglamadim. Hayot davomida shuni angladimki, darhaqiqat oilada erkak bilan ayol shu oilani yukini birgalikda tortish kerak degan fikr qildim. U iqtisodiy masalada bo'ladimi? U bolalarni, farzandlarni tarbiyasida bo'ladimi? Albatta hamma masaladan erkak bilan ayol shu oilani mas'uliyatini oldimi? Albatta men shunday qo'sh-ho'kiz bo'lib o'shani yukini tortish kerak degan bir xulosalarga keldim. Shuning uchun qizlarimizni mana shunday e'tibor beradigan bo'lsak, albatta kelajakda ular ham iqtisodiy jihatdan o'zini bir eplaydigan bir kasb-korga ega bo'ladi, ham bir ma'naviyati yuksak bo'ladi va albatta erkakni ham unga nisbatan o'sha oiladan erkakni ham o'sha shunday bir bilimli, oqila, kasb hunari bor bo'lgan, yonida turib unga yelkadosh bo'lgan ayolni hech qachon xafa qilib qo'ymaydi. Shuning uchun zo'ravonlikni oldini olish, u chuqur ildiz otmasligi, chuqur mana shunday salbiy oqibatlarga olib kelmasligi uchun qizlarimizni har tomonlama
qo'llab-quvvatlashdan ko'zlangan maqsad ularni o'qitish, hunar o'rgatish va jamiyatda o'zini o'rni, mavqeiga ega bo'lish darajasida tarbiyalashimizdan iborat bo'ladi. Rahmat. Jamila Badriddinova, aynan oqila ayollar harakati to'g'risida gaplashaylik. O'zi u qanaqa harakat? Uni vazifalari nimalardan iborat va mahallalarda uni o'rni bormi? O'rni qanchalik darajada sezilarli? Shu to'g'risida fikr bildirsangiz. Rahmat savol uchun. Muhtaram prezidentimiz 1-mart kuni 2022-yilda butun respublikamiz rahbariyatini video selektorda to'plab, xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash borasida, oila tizimini mustahkamlash borasida juda bir tarixiy desam ham to'g'ri bo'ladi. Bir shunday yig'ilishni amalga oshirdilarda, xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash borasida juda ko'p imkoniyatlar to'g'risida, imtiyozlar to'g'risida fikr bildirdilar va albatta xotin-qizlarni yanada qo'llab-quvvatlash borasida qanday muammolar borki, shuni oldini olish, shu muammolarni yechimini topish, bartaraf etish masalalari to'g'risida shunday bir yig'ilish amalga oshirildi. Shunda prezidentimiz aytdilar, hozir ayollarni iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlash borasida imkoniyatlar yaratilyapti, lekin bitta masalada shaxsan o'zim ham juda shunday ba'zi paytlarda o'ylanib qolaman, juda noqulay holatda qolamanki, ko'p o'ylayman shu masalaniki, ming afsuslar bo'lsin, shunchalik yaratilgan imkoniyatlarga qaramasdan muomala madaniyatini pasayib borayotganligi, ba'zi bir oilalardagi ayrim bir nizolar, kelishmovchiliklar, er-xotin o'rtasida, oila a'zolari o'rtasida o'zaro behurmatlik holatlari yuzaga kelib turgandan odam ba'zan uyalib qoladi-da. Endi shunchalik yaratgan imkoniyatdan shu unumli foydalanish kerak va uni qadrini bilish kerak, qimmatini bilish kerak. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, mana shunday oilaviy munosabatlarda muammolarimiz ham bor. Shuning uchun muhtaram prezidentimiz bir yaxshi g'oyani o'rtaga tashladilarki, ma'rifatli onalarsiz ma'rifatli jamiyatni barpo etib bo'lmaydi. Zeroki oldimizda ulkan vazifa turibdi. 3-renesansni poydevorini barpo etishimiz kerak. 3-poydevorni barpo etishda bizda ma'rifatli onalar kerak. Chunki farzand tarbiyasi shu ma'rifatli onalarning qo'lida. Shuning uchun shunday bir vazifa berdilarki, shu oilalarning mustahkamligini mustahkamlashda, keyin jamiyatimizda yangi bir ma'naviy makon, ma'naviyatimizni yana yuksaltirish maqsadida shunday bir harakat tashkil etaylikki, bu harakat tinmasdan faoliyat ko'rsatsin. Bu oqila ayollar harakati bo'lsin dedilar. Mana hali ba'zi bir filmlarimizda ko'ramiz-ku, Anzira buvilar. Bu hayotiy filmda, yoki mana Parmon buvilar, o'sha kelinlar qo'zg'olonida onani o'rni, qaynonani o'rni, yoshi ulug' insonni o'rni, kayvoni, onaxonlarning o'rni jamiyatimizda juda ulug' bo'lgan va hozir ham shunday. Qaysi bir mahallaga bormasangiz, albatta mana shunday kayvoni, onaxonlarni o'rni borda. Endi shunday bir vazifa yuklatildiki, mana shunday ma'rifatli onaxonlarni bularni birlashtirib, shu mahalladan boshlab ularni harakatini boshlashimiz kerakda. Shunday bir oilani mustahkamligi borasida ular o'zlarini pand nasihatlarini bersinlar, hayotiy tajribalarini o'rgatsinlar va o'sha viloyatda bo'ladimi, tumanda, shu mahalladagi eng obro'li, e'tiborli, peru badavlat shu onaxonlarni shu harakatga jalb etish kerak degan vazifalar qo'yildi. Endi oqila ayollar harakatini eng asosiy vazifalari oila mustahkamligi bo'lishi bilan albatta birga
qizlarimiz mana siz yuqorida aytgan zo'ravonlik, har qanday tazyiq, zo'ravonlikdan himoya qilishdan ham juda katta o'rni borda. Qizlarimizni mana shu mehnatsevarlikka o'rgatish yoshligidan, kitobxonlikka da'vat etish farzandlarimizni, ularni vatanga sadoqat ruhida, milliy qadriyatlarimizga sodiq insonlar darajasida, komil insonlar darajasida tarbiyalashda mana shu juda katta an'analarimizni, urf-odatlarimizni, milliy qadriyatlarimizni yana yoshlarimizni qalbiga, ongiga sindirib tarbiyalashda juda katta bir o'zlarining xizmatlarini qilish maqsad qilindi. Albatta bu tizim viloyatimiz bo'yicha hozir 17 mingdan ziyod oqila ayollarimiz birlashgan. Mana shunday bir prezidentimizning takliflari bo'lgandan keyin, tashabbuslari bo'lgandan keyin ko'p o'tmasdan o'sha 2022-yil 8-avgust kuni Vazirlar Mahkamasining 437-sonli qarori e'lon qilindi. Qarorda respublikamizda oqila ayollar harakatini tashkil etish to'g'risidagi qarori e'lon qilindi. Viloyat darajasida 50 dan ziyod viloyatimizdagi eng hayvoni onaxonlar, juda katta hayotiy tajribaga ega bo'lgan insonlar, mana shulardan iborat 50 dan ziyod onaxonlarni mana ham davlat va jamiyatda juda katta samarali mehnat qilgan olimalar bor, juda rahbarlik lavozimida ishlagan hurmatli ayollarimiz bor. Mana shularni biz birlashtirdik. Tuman darajasida 30 nafardan, har bir mahallada 15 nafardan biz oqila ayollar bir harakatni tashkil etdikki, bu harakat tingani yo'q, doimiy harakatda juda katta bir to'g'ri tashabbus bo'ldi deb o'yladim men. Prezidentimizni shunday bir ajoyib tashabbus bo'ldiki, ba'zanda shunday holatlar bo'ladi-da, masalan, bir mahallada yashaysiz, qo'shningizni oilasida qandaydir bir noxush holat bo'ladi, o'zaro kelishmovchiliklar bo'ladi, lekin o'sha oilaga kirib borib, ularga bir pan nasihat qilganda o'zingizni sal tortinasiz-da, sababki oila shunday muqaddas dargohki, unga kirish borish ham tashqaridan turib kirib borib, bir o'zingizni fikringizni, bir o'zingizni xolisona bir o'sha yordamingizni berishga ham iymanib turasiz-da. Lekin oqila ayollar harakati mana shu devorlarni ma'lum darajada olib tashlayapti degan bir fikrni ham aytish mumkin. Endi mana shu oqila ayollar harakati orqali hozir bizda juda katta bir muammo yuzaga kelgan, bu ajrimlar. Shu ajrim yoqasida turgan oilalarni yarashtirishda oqila ayollarimiz juda katta xizmat qilishyapti. O'sha mahalla yetiligi yonida turib, ayniqsa xotin-qizlar faollari yonida turib, mana shunday bir savobli ishlarni amalga oshirishyapti. Endi men buni xursandchilik bilan aytamanki, mana shunday bir 2002-yilda mana 3-yil davom etyapti-da endi. Shu harakatimizni boshlaganimizda juda ko'p xotin-qizlarimiz o'zini faolligi bilan ajralib, o'zlari nasihatlari bilan qanchadan qancha oilalarni birlashtirib, farzandlarimizni tarbiyalab xizmat qilyaptilarki, davlatimiz tomonidan ular rag'batlantirilyapti. Mana mo'tabar ayol ko'krak nishoni. Bir qator shu oqila ayollarimiz ana shunday ko'krak nishonlari bilan rag'batlantirilyaptilar. Doimo o'sha oila va xotin-qizlar boshqarmasi tomonidan e'tirofdalar va hurmat, izzatdalar. Rahmat. Umuman harakat asosan
jamiyatni ma'rifatlashuviga ko'proq xizmat qilar ekanda. To'g'ri. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, aynan biz hozir muhokama qilayotgan tazyiq va zo'ravonlik masalasida fikr bildiradigan bo'lsak, bunda ma'rifatli oila, ma'rifatli mahalla va ma'rifatli jamiyat tushunchalari juda muhim, chunki har bir mana shu o'zaro bog'liqlik oxir oqibatda o'sha jamiyatda tazyiq va zo'ravonlikni kamaytirishga xizmat qiladi. Sizni tasavvuringizda aynan zo'ravonni portreti qanday ko'rinadi? Zo'ravon deganda qanday shakldagi shaxsni ko'proq tasavvur qilasiz? Va savolimni davomi sifatida aytmoqchiman, biz ko'proq o'sha ta'lim tarbiya berayotgan vaqtimizda qizlarga ko'proq ahamiyat qaratamizda, ularni oilaga tayyorlaymiz, ularni o'sha uy ro'zg'or ishlariga tarbiyalaymiz va hokazo. Lekin vaqt nuqtai nazardan oila qurishganidan keyin zo'ravonlik ko'proq erkaklar tomonidan amalga oshirilyapti. Shuning uchun mana shu borada aynan o'g'il bolalarga nisbatan o'sha mana shu ma'rifiy bilimlarni berish nechog'lik bugun muhim jamiyatda? Mana shu savollar. Juda to'g'ri aytdingiz. Mana shunday xalqimizda shunday bir naql borki, bu ham diniy qadriyatlarimizda, ham dunyoviy qadriyatlarimizda shunday bir fikr borki, ayol ojiza. Agar ayol mabodo biron bir xato qilib qo'yguday bo'lsa, albatta uni gunohi eng birinchi navbatda erkakni bo'yniga tushar ekanda. Darhaqiqat juda to'g'ri masalani ko'tardingiz. Oilada shu erkakni roli, o'rni, uni tarbiyasi juda muhim bo'lishi kerak. Juda ahamiyatli bo'lishi kerak. Hali shunday yana fikrlar aytishadiki, agar sen kelin qilmoqchi bo'lsang, uni onasiga qara degan shunday bir onasi qanday inson o'zi, shu onasiga qarab qizni ol degan shunday naqllar bo'ladi. Lekin bir jihatga ham e'tibor berish kerakki, ko'pincha mana psixologlarimiz shunday bir tahlillar qilishadiki, hattoki genning ko'pi shu otadan qizga o'targanda, otani o'rni kuchli bo'lar ekan. Qizni avlodini davom ettirishda, masalan nevaralarda, qiz tomonidan bo'ladigan nevaralarda shu salohiyat ko'pincha bobosi qanday inson bo'lganligiga bog'liq bo'lar ekan. Shuning uchun otani oilada o'rni juda muhim. Hali shunday fikrlarni aytamiz-ku, ma'naviyat insonga onasini suti bilan, otasini o'rnaki bilan, ajdodlarni o'giti bilan singadi degan shunday bir fikrlarni juda ko'p takrorlaymiz. Darhaqiqat agar ona butun vujudida shu farzandini sog' salomat dunyoga keltirib, oq sut bilan uni parvarish etib voyaga yetkazar ekan, lekin o'rnak namunasi tarbiya asosan otadan bo'ladi-da. Ayniqsa yigit kishilarga. Yigitlar ko'pincha dadasini ko'proq yaxshi ko'radi, qizlar ham yaxshi ko'radi. Masalan, men nevaracham onasidan ko'ra shu dadasini ko'proq yaxshi ko'radi. Nima demoqchimanki, shu oilada yigitlarning tarbiyasiga juda katta e'tibor berishimiz kerak. Yigitlar butun o'sha oila mas'uliyatini oladigan, yelkasiga oladigan insonlar darajasida. Shu oiladagi har qanday sharoitda odilona, oqilona bir muammoni yechimini topadigan insonlar darajasida bo'lish kerak. Shuning uchun otalarni qanchalik onalarning vazifasi muhim bo'lsa, otalarniki shunchalik ko'proq bo'ladi. Eng birinchi navbatda oilani iqtisodiy jihatdan ta'minlash masalasi ko'pincha erkakning yelkasida bo'lib turibdi. Shuning uchun yigitlarimizni, farzandlarimizni yoshligidan albatta ularni o'qishiga, ta'lim olishiga ham, bir kasb hunarga ham ega bo'lishiga ham juda katta e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Ba'zi oilalar bor, farzandlarni o'qishiga ko'proq e'tibor beradi. Shu yoshligidan uni qo'shimcha o'quvlarga jo'natib, ta'limiga e'tibor berib,
shu oliy ma'lumotli qilib shu yo'nalishda ularni kelajagini ko'radi. Lekin ayrim oilalar bor. Farzandiga hunar o'rgatadi. Hunar ham juda muhim masala insonning hayotida. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, ba'zi oilalar borki, doimo jamiyatdan norozi, maktabdan norozi, o'zini oilasidagi shu turmush o'rtog'idan ayollarimiz norozi yoki oilada erkak bo'lsa, onaning tarbiyasidan norozi. Mana shunday oilalarda voyaga yetgan farzandlar noqulbol farzandlar bo'ladi. Otadan qanday o'rnak olish mumkin? Onadan qanday o'rnak olish mumkin bo'ladi? Shuning uchun oilada albatta o'g'il bolaning tarbiyasiga juda katta e'tibor qaratishimiz zarur bo'ladi. Chunki u ulg'ayganda o'sha oilaning soyaboni, posboni, tayanchi, suyanchi mana shunday fazilatlarga ega bo'lgan inson bo'lishi kerak. Va mas'uliyatni o'zini zimmasiga ham olish kerak degan nimada? Chunki ko'pincha hali fikrda uchinchi shaxslar aralashuvi deydi, qaynona bilan kelinni o'sha nizolari va hokazo. Bu yerda nimagadir o'sha mas'uliyatni o'sha o'g'il bolalarimiz bo'yniga bu darajada olmayotganligida bo'lishi ham mumkin. Mana bu nizolar, turli xil kelishmovchiliklar. Men shunday bir oilalarni bilamanki, endi yangi kelin, yoshgina qiz bir oilaga kelin bo'lib tushadi, to hali u oilaga o'rganib ketguncha psixologlarimiz anchagina muddat qo'yadi, 10 yilcha muddat kerak deydi, to bu o'sha oilaga tushib, xotin bir-birini xarakteriga tushib ketguncha 10 yil kerak bo'ladi deydi. Endi ana shu jarayonda yigit kishi darhaqiqat juda mas'uliyatli bo'lishi kerak. O'sha xotin bilan o'sha oilada bo'lgan barcha oila a'zolarini bir xilda o'sha mehr ko'rsatish kerak, adolatli bo'lish kerak demoqchiman-da. Endi juda ota-onamni birinchi ustun qo'yaman deb uni deb kelgan bir insonga ham adolatsizlik qilmaslik kerak yoki mani oilam shu uchinchi shaxs deb ota-onaga nisbatan qaraydigan yigitlar ham bor-da. Men shaxsan o'zim ota-onalarni uchinchi shaxs deyilishga qarshiman. Nima uchun farzandni dunyoga keltirib, oq yuvib, oq tarab, umr bo'yi o'shalarni kelajagi uchun mehnat qilib, uy-joy qilib, sarpolar qilib, yaxshi niyatlar bilan ularni to'y tomoshalar qilgan inson keyin bu oilada uchinchi shaxs bo'lib qoladi. Bunday insondan ham yaqin o'sha yangi oilada, yangi shakllangan oila uchun bu o'sha ikkinchi shaxs deb o'ylangan insonlardan ham yaqin inson bormi? G'amxo'r inson bormi? Shuning uchun shaxsan men negadir endi bu meni shaxsiy o'zimning fikrim, endi huquqiy jihatdan buni balki meni ma'qul qilishmas, lekin men shunday bir odamiylik nuqtai nazardan hech qachon ota-ona uchinchi shaxs bo'lmaydi. Farzandlikka yomonlikni ravo ko'rmaydi. Men ba'zan uydan qaytib borayotsam, shu endi taksida ko'p o'tiraman-da, shu taksichilarning muomalasini onasiga nisbatan eshitib shunchalik xursand bo'laman. Buni ko'p sezdim-da. Oyijon, sizga nima olib boray? Oyijon, siz zerikmayapsizmi? Hozir men telefonda gaplashishim mumkin emas. Keyin bir borsam siz bilan chaqchaqlashib o'tiraman deganda, ba'zan ko'zimda yosh keladi-da. Qanchalik mana shunday bir onaga nisbatan hurmat, e'tibor. Shuning uchun gap men nima bu misolni keltirdimki, albatta oilada o'qimishli deymiz-u, lekin hunar o'rgatib, mana shu ma'naviyatli inson qilib tarbiyalaydigan onalarimizni, uyda o'tirgan onalarimizni ham o'rni juda muhim. Nisbatan o'zaro hurmatni yo'qolganlikdan, to'qlikdan sho'xlik darajasida bo'lgan oilalar ham bor, lekin bir hunari yo'q, bir o'qishga tobi bo'lmagan insonlarni ham qandaydir
o'zini ustida bir fikr yuritib, harakat qilib, shu bir oilamizni sharoitini yaxshilaydigan bir fikrlardan yiroq bo'lgan, endi har xil yo'lga kirgan insonlar ham bor-da, ming afsuslar bo'lsinki, ular onda sonda uchrasa ham, lekin shunday insonlar ham borki, mana shu joylarda mana shunday holatlar yuzaga kelyapti. Ham to'qlikdan sho'xlik, ham o'zini idora eta olmasligi, ham o'zini kelajagini o'ylamasdan turli xil g'oyalarga adashib kirib borib, noto'g'ri yo'llardan o'zini kelajagini izlayotgan insonlarda bo'layotgan holatlardan kelib chiqyapti deb o'ylayman. Masalan, shunday bir holatlar bo'lyaptiki, chet elga ishga chiqib borib, o'zini farzandlariga endi u yerga chiqib ketganlarning ham sharoiti oson emas. Oson bo'lmagandir balkim. Vaqtida bir imkoniyati bo'lmagandir. Lekin mana bu yerda qolgan ayollar ham besabrlikdan farzandlarini urishlari, kaltaklashlari, hech qachon bunday holatlar bo'lmagan. Tarixda bo'lmagan gaplar bo'lganda, endi bo'lyapti-da ba'zi bir hollarda. Shuning uchun ma'naviyatda qandaydir bir shunchalik sharoitga qaramasdan uzilishlar bormi degan bir ba'zan xayolga boraman-da. Shuning uchun eng birinchi navbatda shukronalik. Shukronalik kam bizda. Shukronalik, o'zaro hurmat, izzatni, mana shu yana aytaman, o'sha ma'naviyatimizni yuksaltirishimiz lozim va agar ma'naviyatni yuksaltirsak, unga e'tibor bersak, yengilmas kuchga aylanadi. Agar unga e'tibor bermasak, eng zaif nuqtaga aylanib qoladi ma'naviyat. Shuning uchun yagona mana shu chiqadigan o'sha maqsadga erishadigan yo'limiz mana shunda deb bilaman. Rahmat, shu o'rinda aynan siz universitetda Xotin-qizlar qo'mitasi raisi ham rektor maslahatchisiz. Bugungi kunda ota-onalar aynan qizlarini o'qitish darajasi qanday? Chunki bundan bir necha yillar oldin ko'pincha o'sha yig'ilishlarda buni tanqid sifatida aytishardi. Agar o'g'li va qizi bir vaqtda oliy o'quv yurtiga kirish kerak bo'ladigan bo'lsa, ota-onalar albatta o'g'lini o'qitishga harakat qiladi-da. Qizi uchun o'sha kontraktini to'lash, umuman o'sha o'zini moliyaviy jihatdan pul mablag'ini tikishni xohlashmaydi degan fikrlar bor va yana bir jihati oliy o'quv yurtiga kirganidan keyin aynan kelinchaklar muammosi juda muammo, chunki ular bir vaqtning o'zida ham o'qishini, shu bilan birgalikda oilani parallel olib borishda juda katta qiyinchiliklarga duch keladi va bu o'rinda agar oilasi yordam bersa yaxshi, lekin yordam bermaydigan bo'lsa juda katta qiyinchiliklarga duch keladi degan fikrlar bo'lardi. Bugungi kunda aynan o'sha sizni nuqtai nazaringiz qanday mana shu borada? Oliy o'quv yurtlarida bugun qizlarga juda imkoniyatlar berildi, katta imkoniyatlar berildi. Eng birinchi navbatda talaba qizlarimiz mabodo talabalikka qabul qilingan taqdirda ularni o'qishi uchun davlat tomonidan foizsiz kontrakt puli uchun kreditlar ajratildi. Buni qarangki, foizsiz kredit, talaba qiz 4 yil yoki 5 yil o'qiydi, bu jarayonda davlat to'lab boraveradi. Oliygohni tugatgandan keyin 7 oylik muddat bo'ladi. To u o'qishga kirib oladi, to hayot yo'lini yo'lga qo'yib oladi. Ungacha undan o'sha kontrakt pullarini to'lovlari qaytarilish talab qilinmaydi. 7 oydan keyin u ishga kirib olgandan keyin bemalol o'zini oyligidan na ota-ona, na qaynota qaynona, na turmush o'rtog'i shaxsan o'zi shu jamiyatda bir oliy ma'lumotli kadr sifatida ishga joylab, ishga kirib, keyin asta-sekin
shu 7 yil davomida yana 7 yil davomida kontrakt pulini to'lash imkoni bo'ladi. Endi ba'zi bir to'g'ri shunday bir ijtimoiy ehtiyojmand qizlarimiz ham bor, boquvchisini yo'qotgan, masalan, yo otasidan, yo onasidan ajralgan yoki turmush o'rtog'idan ajralgan yakka yolg'iz onalar. Mana shunday ijtimoiy ehtiyojmand qizlarimizga Vazirlar Mahkamasining 585-sonli qarori bor. Ularga har yili har bir viloyat hokimi 150 nafar qizlarga kontrakt pullarini to'lab berish, muayyan miqdorni to'lab berilish shunday joriy etilganki, bu ham juda katta yordam hisoblanadi. Endi magistraturada o'qish masalasi bo'yicha aytadigan bo'lsa, magistraturada to'lanadigan o'sha kontrakt pullari davlat tomonidan qoplanadi, davlat budjeti tomonidan qoplanadi. Shuning uchun hozir qizlarimizni oliy ta'limda o'qishda juda katta imkoniyatlar borki, bu anchagina muammolarni, o'sha tazyiq, zo'ravonlikni oldini oldi desak ham bo'ladi. Va aynan shu borada mana shu oliy o'quv yurtlarida oliy o'quv yurtidan keyingi ilmiy ish qilmoqchi bo'lgan xotin-qizlar uchun biror bir imkoniyatlar berilyaptimi? Chunki mana shu ma'lum bir ilmiy darajaga ega bo'lgan ilm ma'rifatli xotin-qizlarimiz kelgusida jamiyatni tarbiyalashda xizmat qiladi. Ya'ni o'zlariga o'xshagan o'sha xotin-qizlarni lokomotiv sifatida ularga ergashib, ularga namuna sifatida qolgan o'sha xotin-qizlar ham ularga o'xshab o'sha o'qishga harakat qilishadi-da. Bu boya aytgan ma'rifat degan fikrlarimizga to'g'ri keladi-da. Biror bir imkoniyatlar, qo'shimcha bir yordamlar beriladimi? Mana shu Endi mana shu magistraturada o'qishga berilgan imkoniyat bu ilmiy ish qilishga ochilgan katta yo'l deb bilamiz-da. Albatta magistraturani tugatgan har bir xotin qizimiz albatta ilmiy ish bilan shug'ullanishga yoki bir rahbarlik lavozimiga ko'tarilishda bir zinapoya yuqoriga chiqdi degan ma'noni anglatadi. Endi men shuni juda xursandchilik bilan aytamanki, hozir qizlarimiz mana shu ilmiy ish qilishda juda katta qulayliklarga, imkoniyatlarga ega bo'ldilarki, albatta bu ilmiy darajali ho erkak bo'lsin, ho ayol bo'lsin, bu borada tenglik, ya'ni ularning maoshlari avvalgi o'qituvchi, o'sha ilmiy darajada ega bo'lgan hurmatli professor, o'qituvchi nimalarimiz bilan hozirgi oliy ta'limda ishlaydigan shu darajadagi insonlarni oyliklarida ancha katta farq bor-da. Shuning uchun qiziqish, manfaatdorlik bo'lgandan keyin qiziqish kuchayadi-da. Yo'llar ochilgandan keyin qiziqish kuchayadi. Hozir ilmiy darajali agar men shunday bir ba'zan shunday bir fikr qilaman-da, mustaqillikdan oldingi davrdagi shu xotin-qizlarni ilmiy ish bilan bir maqsadga erishgan son nuqtai nazardan kamchilik bo'lsa, masalan, agar bizni oliy ta'lim misolida aytadigan bo'lsa, 1 yilda 2 ta, 3 ta shu agar shunday bir nomzodlik dissertatsiyasi agar himoya qilinadigan bo'lsa, u biz g'alaba bizniki, xotin-qizlarning g'alabasi bo'ldi der edik-da. Hozir har yilda 10 ta, 15 talab aynan bizni oliy ta'limda. Lekin boshqa oliy ta'limlarda ham bu ko'proqdirki, kam emas. Shuning uchun yo'llar katta ochilgan. Endi imkoniyati nimadan iboratki, imkoniyati shundan iboratki, oliy o'sha ilmiy ish bilan mashg'ul bo'lgan hurmatli shu olimalarga berilgan imkoniyat bularni mana shu chet ellarga borib o'zlarini
ilmiy ishlarini yana to'laqonli amalga oshirishlarida juda katta imkoniyatlar beradi. Hozir xalqaro hamkorlik hamma oliy ta'limda albatta juda yaxshi yo'lga qo'yilganki, endi hozir dunyo tanigan olimalarimiz ko'paydi. Hozir til o'rganish bo'yicha bular juda katta yutuqlarga erishdi. Shuning uchun xotin-qizlarimiz bu ilm cho'qqilarini egallashda hozir juda dadillik bilan yondashyapti. Rahmat. Aynan siz faoliyat ko'rsatayotgan universitetda o'zi odatda qishloq xo'jaligi, chorvachilik, mana shu yo'nalishlarda veterinariya sohasida nisbatan xotin-qizlar kam borishadi. Lekin baribir u yerda ham juda ko'p qizlarimiz o'qishadi va professor o'qituvchilarimiz xotin-qizlardan iborat va ular bilan amalga oshirilayotgan o'ziga xos qanaqa bir tadbirlarmi, loyihalarni sanab bera olasiz? Aynan o'zlaringizga xos, aynan boshqalarda kuzatilmaydi, aynan sizni universitetingizda bo'layotgan xotin-qizlarga e'tibor jihatidan. Endi hammamiz yaxshi bilamiz, butun respublikamiz miqyosida gender tenglik masalalari bo'yicha kengash tashkil etilgan, kengash raislarimiz bor va hattoki senatimizda alohida bir qo'mita aynan shu gender tenglikni ta'minlash bilan mashg'ul. Bu bizning katta yutug'imiz, bizni o'sha parlamentimizni yuqori palatasini ayol kishi boshqarmoqdalar. Mana Norboya Tanzila Kamalovna yoki bosh vazir o'rinbosari xotin-qizlar masalalari juda katta hozir davlat va jamiyat boshqaruvida ayollarga juda katta yo'llar ochilgan va albatta gender tenglikni saqlashda juda katta imkoniyatlar yaratildi. Endi buni Qonchilik palatasida bo'lgan saylovlarda ham yoki masalan hokim darajasidagi lavozimda shu ayollarni ham xotin-qizlarimizni ham ko'rib turibmiz va albatta bizning universitetimizda ham xuddi shunday gender tenglik kengashi tashkil etilgan. Uni rahbari rektor hisoblanadi. Biz rektorlarimiz erkak kishi. Rektor ayol kishi, unga kuchli o'rinbosar. Gender masalasida hozir juda yaxshi jarayon ketyaptiki, bizda bir nafargina xotin-qizimiz shu kafedra mudiri bo'lardilar. Men yagona ayol kishi sifatida ilmiy kengashda ko'p yillar davomida o'tirardim. Ilmiy kengashda deyarli hamma erkaklar, bitta ikkita ayol o'tirardik. Mana hozirgi paytda 7 nafar kafedra mudiri, mana yuqorida siz aytib o'tdingiz, qishloq xo'jaligining eng muhim sohalari bo'yicha hozir endi fakultetlarimiz ham ko'paygan, kafedralar ham, yangi kafedralar ochildi. Mana shu yerda ayollar boshqarib kelishmoqda. Masalan, oziq-ovqat xavfsizligi bugungi kunda eng asosiy vazifalardan biri, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash borasida. Yoki masalan atrof muhitni asrash, mana suv tanqisligi deymiz, yashil iqtisodiyot yili, mana bu yilgi yilimiz 2025-yil, hammamizga ma'lum. Bu davlat dasturini qabul qildik, juda keng xalq ommasi ishtirok etdi o'z taklif mulohazalar bilan. Bu atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili. Mana shu ekologiya bilan dorivor o'simliklarni yetkazish masalasida umuman qishloq xo'jaligi daxldor bo'lgan barcha sohalarda bizda kafedralar mavjudki, eng yirik kafedralarimizni bizni hozir shunday yetuk olima ayollarimiz boshqarib kelmoqdalar. Mana men shuni bir xursandchilik bilan aytamanki, bizni universitetimizda ayollarimiz nafaqat ilm fanda, jamoatchilik ishlarida ham juda faol. Masalan, yaqinda mana Toshkentda agrar soha ayollari uyushmasining rahbari keldilar, Adiba Ahmedjonovna. Universitetimizda tadbir o'tgandan keyin sizlarning universitetingizdan albatta shu kengashni viloyatdagi mas'ul shu raisni uyushmani raisini viloyat darajasida shu yerdan men tanlab olaman degan shunday o'zlarining juda katta xohishlarini bildirdilar. Men Safarova Lola Ulmasovna hozir hammamiz bilamizki, raqamli iqtisodiyot
hatto qishloq xo'jaligini raqamlashtirish masalasi kun tartibida turibdiki, ana shu raqamlashtirish, axborot texnologiyalarini ishlab chiqarishga qishloq xo'jalik bo'ladimi, qaysi soha bo'ladimi, ana shu texnologiyalarni joriy qilishda juda katta talab bo'lyapti. O'zi zamon shuni talab qilyapti. Chunki Yevropa e'lon qildi, 2000-yillarning boshida e'lon qilgan ediki, biz 4-sanoat inqilobiga o'tganmiz deb. Endi bundan qochib qutulib bo'lmaydi. Dunyo rivojlanib boryapti. Bir paytlar Mahmudxo'ja Behbudiy bobomiz aytgan ekanlardan, dunyoda turmoq uchun dunyoviy ilm zarurdir. Agar dunyoviy ilmni egallamagan bo'lsa, muayyan bir mamlakat, u nopatid bo'lar ekan. Nopatid deganda yer yuzidan endi barbod bo'lar ekanda, o'sha taraqqiyoti bo'lmagandan keyin tarqalib ketadi unday davlat. Shuning uchun bir dunyo shiddat bilan har sohada rivojlanib boryapti. U iqtisodiy sohadami, ijtimoiy sohadami? Endi albatta uni ijobiy jihatlari ham bor, o'sishlarni va salbiy ta'sirlari ham bor. Lekin nima bo'lsa-da, biz taraqqiyotga qarab intilamiz. Ana shu raqamlashtirish borasida mana bir olimamizning juda katta ishlari borki, hozir dunyo miqyosida mana loyihalar, ilm, fan sohasida juda katta loyihalar e'lon qilinyapti-da. Ana shu bir nechta loyihalarni shu egasi mana shu bizni olimalarimiz bo'ladi. Mana Haydar va Sevara shunday bir olimalarimizda mana shunday katta muvaffaqiyatlarga erishgan insonlar bor. Aynan siyosiy soha bo'yicha biroz fikrlashsak, bugungi kundagi siyosatdagi ayollar to'g'risida, xususan siz o'sha aynan tadbirkorlar ishbilarmonlar harakati Liberal demokratik partiyasi viloyat kengashi rais o'rinbosari sifatida aynan xotin-qizlarni siyosatdagi faolligini oshirish bilan bevosita shug'ullanasiz. Mana shu partiya doirasida qanaqa loyihalar amalga oshirilyapti? Aynan xotin-qizlarni o'sha ijtimoiy siyosiy faolligini oshirish borasida va uni samaradorligi qanday bo'lyapti? Albatta, tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal demokratik partiyasining dasturiy maqsad vazifasi eng birinchi navbatda mana shu O'zbekistonimizdagi iqtisodiy islohotlarning butun barcha vazifalarni o'z butun mas'uliyatni zimmasiga olgan partiya hisoblanadi. Albatta, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, har bir o'sha yoshlarimizdan o'sha tadbirkorlik g'oyalarini yuzaga keltirish. Mana hozir hammamiz yaxshi bilamizki, eng asosiy vazifalarimizdan biri muhtaram prezidentimiz tomonidan e'lon qilindi, bu kambag'allikdan farovonlikka sari dasturining e'lon qilinishi. Mana joriy 2025-yilda 1 million nafar o'sha kambag'al deb aytilmish o'sha ijtimoiy qatlamdagi insonlarni biz kambag'allikdan chiqarishimiz kerak. Kambag'allikni chiqarishning yo'llari qanday bo'ladi? Eng birinchi navbatda o'sha bir kasb korga ega bo'lmagan insonlarga motivatsiya berish, ularni uyg'otish kerak. Masalan, ayollarimiz uyda o'tiribdimi, faqat farzand tarbiyasi bilan bandmi? Kelin, seni qo'lingdan shunday ish keladi yoki bir tikuvchilikni qila olasan, bir hunarmandchilikni qila olasan degan nuqtai nazardan ularga motivatsiya berib, ularni uyg'otishimiz kerak. Ular uyg'onib, mana shunday bir xohish paydo bo'lganda albatta hunari yo'qqa hunarlar o'rgatish kerak. Hunar o'rgatilgandan keyin navbatdagi bir jarayon yuzaga keladiki, ularga moliyaviy ko'mak berish kerak. Moliyaviy ko'mak bergandan keyin albatta ular o'zini biznesini yo'lga qo'yadi. Masalan, Urgutda bir tadbirkor qizimiz bor, u kishi ayollar daftarida edilar. Ayollar daftarida bo'lgan paytlarda u kishiga shu ozgina kreditdan yordam berdik. Kreditlar oldilarda hozir u kishi milliard so'mlar bilan kredit olib o'zini tadbirkorligini yuzaga keltirib, hozir mana 2024 o'sha ishbilarmon ayol ko'rik tanlovida viloyatda va respublikada o'zini muvaffaqiyatni
qo'lga kiritdiki, bu albatta mana shu xotin qizlarimizni mana shunday tadbirkorlikka yo'naltirilgan bir bizni sa'y harakatlarimizdan bo'ladi. Albatta ayol kishi, xotin qiz siyosatda ham o'zini o'rniga ega bo'lishi kerak. Men doimo qayerda bo'lmasam shu xotin qizlarimizni siyosiy faollikka da'vat etaman. Siyosiy partiyalarga a'zo bo'lishga da'vat etaman. Siyosiy degan so'z bormi? Bu yerda siyosat zamirida yotibdi. Siyosat nima beradi aynan o'sha xotin? Siyosatda o'zini endi ayolga eng birinchi navbatda o'zini jamiyatdagi o'rniga, mavqeiga ega bo'lishga juda katta imkoniyat yaratadi. Partiyaga a'zo bo'ldimi? Partiyaning dasturiy maqsadlarini o'zini bir maqsadi deb bildimi? O'sha partiyaga a'zo bo'lgan shu maqsad bilan birlashgan shunday bir guruh bilan bir asosiy maqsad yo'lida xizmat qildimi, albatta u juda katta muvaffaqiyatlarga erishadi. Bizning ayollarimiz bugungi kunda Qonunchilik palatasining deputati, bugungi kunda albatta mana hokimiyat tizimida ishlayapti, davlat, jamiyat boshqaruvida faol ishtirok etyapti. Albatta bu o'zini hali bir paytlar shunday she'rlar bo'lgan-ku, keldi ochilur chog'ing, o'zliging namoyon qildi. Hozir ayollarga katta yo'l ochilgan. Albatta ayollarimiz mana shunday imkoniyatlardan keng foydalanib, nafaqat o'zini manfaati, bu yerda jamiyat manfaati, vatan manfaatini uyg'un holda agar amalga oshadigan bo'lsa, ular nafaqat hozirgi kunda, ular bir tarixda nom qoldirgan ayollar bo'ladi. Bizning maqsadimiz ham shu ayollarimiz nafaqat hozir, bizning tariximizda nom qoldirsin degan shunday bir yaxshi niyatlarimiz bor-da. Rahmat Jamila Badriddinova. Aynan suhbatimiz so'ngida oqila ayollar harakati yetakchisi sifatida, olima ayol sifatida, siyosatchi sifatida bizni bugun kuzatib borayotgan kuzatuvchilarga aynan mana shu tazyiq va zo'ravonlikni jamiyatda kamaytirish borasida o'zingizni dildan chiqadigan fikringiz, so'zingiz bo'ladigan bo'lsa, biz hammamiz eshitishga tayyormiz. Yaxshi savol bo'ldi. Meni aynan shu dildan aytadigan fikrim, agar oilada ayol oqila bo'lsa, tazyiq ham kamroq bo'ladi xayolimda. Zo'ravonlik ham kamroq bo'ladi. Endi oqila ayol shu darajada oqila bo'lishi kerakki, shu muammolarni yechimini oqilalik bilan hal qilish kerak. Endi mana shu unga nisbatan bo'ladigan zo'ravonlik qilish niyatida bo'lgan zo'ravonlarni ham o'ziga nima deydi, ishontira olishi kerak. O'shalarga nisbatan qandaydir bir to'g'ri yo'lni ko'rsatish kerakki, shu zo'ravonlik sodir bo'lmasin. Oqila ayol oilada ham, jamiyatda ham muvozanatni saqlay oladi, agar u oqila bo'lsa. Shuning uchun men ba'zan ko'pchilik erkaklarni, to'g'ri, erkaklarimiz ayrim zo'ravonlar bor, behudadan behuda shunday bir holatlarni amalga oshiradi-yu, lekin bu borada ayollarni ilm ma'rifatliligi, ayollarni oqilaligi, ayollarni zukkoligi, ayollarni shunday bir ularga Alloh shunday bir ulug' fazilatlar bergan, xislatlar berganki, ana shularni hammasini agar oqilalik bilan agar hayotga tatbiq qiladigan bo'lsa, men o'ylaymanki, shu hali portretini so'radingiz-ku, zo'ravonni portreti, o'sha zo'ravon bo'lib turib, shu jahl ustida turgan inson ham men o'ylaymanki, jahldan tushadi. Hali aytishadi-ku, yaxshi so'z bilan ilon inidan chiqadi deb. Mana shunga da'vat etaman ayollarimizni. Rahmat. Jamila Badriddinova, katta rahmat mazmunli, qiziqarli suhbat uchun. Mana shu jamiyatimizdagi o'sha hamkorlik masalasi, umuman o'sha amalga oshiriladigan ishlar
qilingan ishlar borasida keyingi suhbatlarda ham albatta sizni suhbatingizni olishga biz har doim xohlaymiz va sizni keyingi suhbatlarda ham chaqirib qolamiz. Rahmat. Rahmat.